Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kassaviy smena bilan ishlashni o'rganamiz. Odatda har kuni ertalab ish boshlanishidan avval smena ochiladi va kunning oxirida barcha hisob-kitoblari, masalan, prixod yoki rasxod qilingan mahsulotlar, umumiy savdo, tushumlar va chiqimlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib bo'lib, smenani yopish mumkin bo'ladi. Va bunda har kunning o'zida smenani ochish va yopish tavsiya qilinadi. Agar smena ochilmasa, stolga kirib hech qanday zakaz berib bo'lmaydi. Misol uchun mana bunaqa holat ro'y beradi. Ko'rib turganingizdek, smena ochilmaganligi haqida xabar berildi. Uni ochish uchun oynaning yuqori o'ng burchagidagi litsenziyada yozilgan kafening nomini ustiga bosib, kassaviy smenaga kiramiz. Hamda bu yerdan Открыть smenani bosamiz. Yes ni bosamiz. Smena ochildi. Keling endi shu smenada biroz savdo qilib ko'ramiz. Endi esa kassaviy smenaga qaraymiz. Bu yerda ushbu smenaning nomeri, statusi, ya'ni ochiqligi yoki yopiqligi, qachon ochilganligi hamda qachon yopilganligi ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda hali sana mavjud emas, negaki smenani hali yopganimiz yo'q. Bu yerda esa viruchka наличные, ya'ni naqdda qancha savdo bo'lganligi hamda viruchka безналичные, karta orqali qancha savdo bo'lganligi chiqadi. Boya ozroq наличныйda ham, karta orqali ham savdo qilgandek, ularning umumiy summasi bu yerga qo'shildi. Prixodi va расходи esa o'z navbatida prixod наличный hamda расход наличный hisoblanadi. Pastda esa plus hamda pechat tugmalari mavjud. Plusni bosganimizda Soздать tranzaksiya degan oyna ochiladi. Bu yerdan naqdda qancha va qanaqa prixod qilinganligi yoki rasxod qilinganligini kiritish mumkin. Masalan, kimdir oldindan qarzi bo'ladigan bo'lsa va mana shu qarzini naqd ko'rinishda to'lab ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni biz prixod qilishimiz mumkin. Va bunda dastlab prixodni tanlaymiz va kerakli summa miqdorini kiritamiz. Masalan, 200 ming. Kommentariyaga esa o'zimiz xohlagan biror bir ma'lumotni, ya'ni mana shu prixodga taalluqli ma'lumotni kiritishimiz mumkin. Misol uchun, mana shu pulni kim to'lab ketdi? Shuni kiritishimiz mumkin. Masalan, Azamat. Hamda bu yerdan Gatovo tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, u paydo bo'ldi. Kun mobaynida faqat prixod emas, rasxodlar ham amalga oshirilishi mumkin. Masalan, bozorlik qilish uchun ham pul chiqarish kerak bo'lishi mumkin yoki svet, gaz kabi to'lovlarni amalga oshirish uchun ham kassadan pul chiqarish kerak bo'lishi mumkin bo'ladi. Shunday vaziyatda yana plusni bosamiz hamda rasxodni tanlab, kerakli summani belgilaymiz. Taxminan 50 ming. Kommentariyaga esa shu rasxodga tegishli kerakli ma'lumotni kiritamiz. Masalan, elektr energiya to'lovi uchun 50 ming so'm rasxod qilyapmiz va shu o'rinda elektr energiya uchun deb yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerdan yana Gatovo tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, u paydo bo'ldi. Pastdagi jadvalda esa ular avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Itogda esa prixod va rasxodni o'z ichiga olgan holda наличныйda umumiy summa qanchaligi keltirib o'tiladi. Bu yerda mana 28300 so'm miqdorida наличный savdo qilganmiz hamda unga boyagi to'lab ketilgan qarz prixod hisobida qo'shilgan va bundan elektr energiya uchun qilingan rasxod minus qilib tashlangan va itogda umumiy summa keltirib chiqarilgan. Pechat tugmasi orqali esa mana shu smenadagi prixod va rasxodlarni pechat qilish mumkin bo'ladi. Hamda bu quyidagicha bo'ladi. Bu yerdan print tugmasini bosib chek chiqarishimiz mumkin. Shuningdek, tepada tekushaya smenadan tashqari istoriya tugmasi ham bor. Unga o'tganimizda quyidagi oyna kelib chiqadi. Bu yerdan dastlab kassani tanlab olamiz, kassa 1. Keyin mana bu yerga o'zimizga kerakli vaqt oralig'ini kiritamiz. Hamda показать tugmasini bosamiz. Va bunda shu vaqt oralig'ida ochilgan va yopilgan barcha smenalar chiqadi. Ulardan birortasini tanlaydigan bo'lsak, pastda u haqidagi ma'lumotlar, ya'ni shu smena davomida qancha prixod, qancha rasxod bo'lgan, наличный va безналичныйda qancha savdo amalga oshirilgan, hamda itog to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi. So'ngra отчет tugmasini bossak, shu smena bo'yicha elektron отчет paydo bo'ladi. Hamda u mana bu ko'rinishda bo'ladi. Uni pechat qilish uchun pechat tugmasini bosamiz. Hamda bu yerdan print tugmasini bosamiz va bunda elektron отчет mana bu ko'rinishda pechat qilinadi. Bu yerdan yana bir narsaga diqqat qilishimiz kerak. Aynan qaysi smenani belgilaydigan bo'lsak, отчетni bosganimizda ushbu smena bo'yicha ma'lumotlar chiqadi. Boshqa smena bo'yicha yoki barcha smenalar bo'yicha emas. So'ngra oxirida barcha hisob-kitoblarni qilib bo'lib, Закрыть smenani tugmasini bosib, smenani yopishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, smena yopildi va bu yerda unga tegishli sana paydo bo'ldi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.